Hammaga salom. Sog'liqmisizlar, tuzukmisizlar. O'tgan videomizda ko'rgan bo'lsanglar, IVJ safiga ishga kirgandik. Ko'rmagan bo'lsanglar tez o'tib ko'rib olinglar. Endi bugungi videoda bir rangdan ikki rangga o'tish haqida video bo'ladi. Birinchi o'rinda mana Discord tortib olamiz. Discordga kirib turib, mana Janubiy politsiya rolini olamiz. Rol olishda ko'p kishi bilmas ekan, mana bu yerda rol berish degan anovdan olamiz. Mana o'zingizga kerakli reaksiyasini bosasiz, avtomatik rol beriladi. Mana rol olganmiz, ma'lumotlar va qoidalar. Mana IVJ xodimlari uchun lavozim oshirish birinchidagi. Va endi mana bir rangdan ikki rangga o'tish uchun kichik serjantdan serjantga, besatka pasatka topshirish, ya'ni mashinadan tushirish, o'tirish va KPK, KPZ konvoy topshirish, ya'ni shu qamash, bolo berish fuqaroga shundaylar va mashina yuvish erpa bilan o'shani topshirish. Unda birinchi zadaniyaga boramiz, ya'ni mashinalarni erpa bilan yuvamiz. Birinchi o'rinda eventga yozamiz. Chelak va latta yonimda tutamiz. Lattani olib mashinani yuyapman deymiz va yuvamiz. Shunday qilib 4-5 minutda yozamiz. Eventda mashina toza deb qo'yib yozamiz. Bo'ldi. Screenshot olamiz isbot dalili uchun. Mana endi bo'ldi. Endi keyingi zadaniyalarga mana test topshirgani ham kelib oldik. Assalomu alaykum deymiz birinchi o'rinda. Mana Akbar Falcon akamiz bizga test olishda chindan yordam berdilar, rahmat deb qolamiz. Assalomu alaykum deymiz. KPK topshirmoqchiman deymiz. KPK topshirmoqchiman deymiz. Keyin KPKni boshlaymiz. Mana eventga yozamiz birinchisini. Harakat degan harakatga, event voqea degan harakatga yozamiz. Albatta bularni bilishni xohlasangiz meni biodagi Telegram kanalimga o'ting, hammasini tashlab qo'yganman. KPK turib nega chiqmayapti? Tekstmantim buzilib qopti. Mayli. Mana topshirdik birinchisini. Topshirib oldik. Mana do'stlar, shu bilan testlarni topshirdik. Endi buni Discord orqali hozir ariza tashlaymiz, ko'rib olasiz. Mana Discordga ham qo'yib oldik. Kadrlar bo'limini tanlaymiz. IVJ xodimlar lavozim oshirishimizga kiramiz. Bir qilib turib nikimizni yozamiz. Ikki qilib turib nechidan necha rang ko'chishimizni yozamiz. 1 chiziqcha 2 3 qilib turib hammasi pastda deymiz va arzamasmiz. Janubiy ishlar vazirligi yuqoridagi qilamiz va bo'yalgan skrinshotlarni kiritib yuboramiz. Bo'ldi. Mana do'stlar, bu videomiz shulardan iborat edi. Bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa albatta like, obuna bosib qo'ying. Keyingi videolarda 2-3 rang, 7 ranggacha xohlasangiz lidergacha ham boramiz. Albatta like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Hammaga